Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Ahlan House qurilish kompaniyasi ofisiga kelganmiz. Ya'ni Ahadjon akaning ofislariga. Assalomu alaykum. Alaykum. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi ko'rdingizmi? Zo'r, rahmat. Aka, hozir biz qayerda turibmiz? Hozir bu xalq tili bilan aytganda Sportivniy ko'chasi, Aha. o'zini nimasi, Postindoz ko'chasi 7-uy Zo'r. hisoblanadi biz ofis. Aha, aka, ofis ko'rib chiqdim, shinam. Ichi ham boshqacha dizaynda qilingan ekan. Bu ofisni qurilishidan nima maqsad bo'lgan? Qachon qurilgan bu ofis? Bu ofisimiz qurilishda to'g'risi maqsad bo'lmagan. Qurilish jarayonida bu yerda biz ofisimiz bo'lgan. O'sha ofisda o'sha yerda o'rtoqlarimiz bilan kelib yurib, o'sha yerda qo'shnilar sotadigan poli, o'sha yerda garaj hisobida bo'lgan. Oldi. Olganmiz. Shu bilan sekin qurilish o'zi mana shundan boshlangan. Qiziqishlar, qurilishga bo'lgan qiziqishlar. 2015-yilmi, 2014-yil olganmiz. Shu jarayonda shu 2016-yilda qurib bitkazganmiz. U vaqtda qaysi biznes bilan shug'ullanardingiz? U vaqtda shu telefon biznesi, keyin telefon ham mashina biznesi bo'lgan. Bir vaqtda o'zida. Bir vaqtda ikkita biznesni boshqarib turgan bo'lganmiz. O'zi telefon tugab, mashina biznesiga o'tib turgan jarayonimiz. Demak, haligi bu mashinalar chetda oldi sotish chetda bo'lgan, ya'ni avtosanoat. Ha. Endi u paytda bochniy mashinani hech kim ko'chaga olib chiqib sotmasdi. Biz o'sha narsani Qo'qonda biz birinchi boshlangan. Shetiga olib chiqib, shetda qo'yib sotganmiz mashinalarni. Zo'r. Aka, ketdingmi masalan ichkarini ko'ramiz ofisni? Bo'ldi, marhamat. Mana Muhammad Rizo, bu bizni ofisimiz. Hozirgi kunda savdo bo'limi bo'lib faoliyat yurityapti. Zo'r. Aka, kirishim bilan birinchi e'tiborimni tortgan narsa maket bo'ldi. Menimcha bu yangi loyiha. Bu yangi loyihamiz. Xudo xolasa biz oldin shunaqa jarayonlarni qilmas edik. Aka, bu 9 qavat ko'rinib turibdi. Qanaqa qulayliklari, imkoniyatlari bor? Mana parkovkalar bor, balalar maydonchasi bor ekan. Yana qanaqa maydonchasi bor. 30% dan oshiqrog'i shu detskiy plashatka, balalar maydonchasi, stenkalarga mo'ljallangan. Yashil maydonlarga mo'ljallangan. Zo'r. Ahadjon aka, bu yerda nechta kvartira bo'ladi va eng kichkina va eng katta kvadratlar qanaqa bo'ladi? Hozir bu yerda 300 dan 320 gacha xonadon bor. Eng kichkinasi 45 dan 85 gacha. Talablarga binoan yana kattaroq qilishda imkoni bor. Zo'r. Aka, qachon bu bitadi loyiha? Qachon topshiramiz? Xudo xolasa topshirish jarayoni 2 yilga mo'ljal qilganmiz. Xudo xolasa 2 yilda bitadi. 2028-yilga Xudo xolasa odamlar yashayotgan bo'ladi. Aka, meni bilishimcha, Qo'qonda uyga nisbatan talab juda ham ko'p. Bu 320 ta uy 1-2 oy ichida sotilib ketsa kerak. Keyingi rejalar qanaqa bo'layapti? Aynan mana shunaqangi sifatdagi uylarni xalqimiz so'rasa, keyingi rejalar qanaqa taklif? Muhammad Rizo, bundan keyingi rejalarimiz buni yonida joyda bilasiz, ko'rgansiz. Restoran, choyxona bor, Marokesh, Qo'qonda taniqli. O'sha restoran bilan choyxonani ham Xudo xolasa kelajakda buni yoniga qilib turib 20 qavatli qilib, Xudo xolasa reja qilib 20 qavatli qilib, katta plan qilib qurmoqchimiz. Unga ulgurmay qoldik, Xudo xolasa. U ham jarayonda ketyapti hozir. Shu maketlar bundan keyin ulanib ketadi. Xudo xolasa, bundan keyin o'shani ulab ketamiz. Buni yonida shu 20 qavatli ham bo'ladi, Xudo xolasa. Zo'r. Ahadjon aka, mana rejalashtirilgan, qurilishi endi boshlanadigan uylaringiz haqida ko'rib tanishdik. Endi hozirgi kunda qurilib tayyor bo'lgan va oldin qurib topshirilgan loyihalaringizga ham borib ekskursiya qilsak, nima deysiz? Bo'ladi, zo'r bo'ladi. Ko'rsatamiz, Xudo xolasa. Qani, ketdik. Zo'r. Aka, mana 20 yoshli o'zingizga nima maslahat bergan bo'lardingiz hozir? Qaytib qolsak, mehnatdan to'xtamash kerak, harakat qilish kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Biz misol mana bizda shunaqa bo'lgan telefon sohasini biz kichkinagina bir bozorchadan boshlaganmiz. O'sha bozorchada telefon sotib yurib, o'sha katta bozorga kirdik. Katta bozorda optim telefon tarqatganmiz va shundan keyin telefonda o'sha biznesi pasayib ketgan. Telefon biznes pasaygandan keyin o'zi mashinaga ham qiziqish bo'lgan. Mashina olib sotib yurib, mashinaga ulanib ketdi. Mashina biznesi ham o'sha modellar ko'payib ketdi. Modellar ko'payib ketgandan keyin o'sha biznes sal pasayib qolgandan keyin o'sha qurilish magazin qurdik. Mana shundan boshlanib qurilish qilsak ham yaxshi ekan deb
qurilishga o'tib ketdik-da. Jarayon shunaqa bo'ldi. Ahadjon aka, demak bu loyiha Ahlan House qurilish kompaniyasining birinchi loyihasi, to'g'rimi? Ha, albatta bu birinchi loyihamiz. Aka, bu loyiha qancha vaqtda qurib topshirilgan? Nechinchi yilga to'g'ri keladi bu vaqt? 2022-yili qurib bitkazib topshirganmiz. Aha. Bu loyihamizni 8 oyda bitkazganmiz. Qurilishiga Birinchi- 8 oy. Jarayonimiz shunaqa bo'lgan. Birinchi, Menimcha juda ham tez bu vaqt. birinchi jiloydom topshirganimiz turar kompleks Turar joy dedim. shu. Aha. Aka, nechta kvartira bor hozir bu yerda? Bu yerda 28 ta xonadon bor. Zo'r. Demak, keyingi loyihaga borsak ham bo'ladi. Xudo xolasa ketdik. Aksariyat o'zbek oilalarida katta pulga nisbatan qo'rquvni shakllantirib farzand katta qilishadi. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? O'zi haqiqatda katta pul, katta bizneslar odam uchun qanaqadir xavflimi? Yo'q. Hozirgi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan tadbirkorlarga ancha qulayliklar, ancha imkoniyatlar yaratib berilyapti. O'shani hisobiga o'zi mana o'zi ko'rib turibsiz, qancha tadbirkorlar, qancha nimalar oldingi nimada eski O'zbekistonda bo'lmasdi bunaqa narsalar. Hozir mana yangi O'zbekiston bo'lib, to'g'risi biz o'zimiz ham chiqmaganmiz, unaqa nimalarga chiqmaganmiz. Sharoit, imkoniyatlar. Endi mana hozir imkoniyatlar keng bo'lgani hisobiga mana qurilishlarimiz ko'p bo'lyapti. Qurilishlar imkoniyatlar shu davlat tarafidan yaratib berilmasa, misol tadbirkor qayerdan quradi? To'g'ri. Endi shuni hisobiga baribir mana kengchilik, bemalolchilik bo'lganini hisobiga bemalol o'zingizni namoyon qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman. O'zimning shaxsiy fikrim. Demak, katta pul bu xavf emas, bu imkoniyat. Imkoniyatlar. Ahadjon aka, hozir biz qayerda turibmiz? Bu ekstrenni bizni Qo'qonda taniqli ekstrenni banisi. Aha. Demak, X-Trainingning oldida joylashgan. Ekstrenni yonida joylashgan. Nechta xonadon bor? Qachon qurilgan? Bu 2023-yilda qurib bitkazganmiz buni. Bu yerda 40 ta kvartira xonadon. 40 ta. O'zi etapma-etap kattalashtirilgan ob'yomga nisbatan. Sekin-sekin nisbatan. Ahadjon aka, hozir qaysi loyihaga ketyapmiz? Hozir 3-loyihaga ketyapmiz. Aha. Bitta 2 ish qavatli bino, 80 oshiq xonadonlar bor. Aka, e'tibor beryapman. Birinchi loyihada 20 tadan oshiq uylar bo'lyapti, ikkinchisida 40 tadan oshiq bo'lyapti. Uchinchisida 80 ta deyapsiz. Ya'ni 2x raqamlar ko'tarilyapti-da. Nimaga bittada misol uchun 500 ta yoki 1000 ta xonadon qurib yormagansiz? Biz unaqa nima qilmaganimiz sababi biz endi qurilish sohasiga yangi kirib kelganmiz. Jamoamiz unaqa katta bo'lmagan. Bizga bu yangilik biznes bo'lgan. Mana hozir endi jamoani kengaytirib, ishonchli komanda yig'ganimizdan keyin mana endi Xudo xolasa katta loyihalarni boshlayapmiz. Zo'r. Endigi maqsadlar qanaqa bo'lyapti aka? Endi maqsadlar, niyatlar Xudo xolasa shu esalamon shu katta loyihalarimizni bitkazib egalariga topshirib olsak, Xudo xolasa shu bizni nimamiz, maqsadlarimiz. Aka, mana sizda shuncha imkoniyat bor-ku, har xil kun, yaxshi kunlarni ko'rgansiz. Umumiy hisobda pul baxt olib keladimi? Muhammad Rizoxon, Xudo xolasa endi pul baxt olib keladimi degan savolga to'satdan bo'ldi. Hozir hech o'zim ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Hali intervyularda ko'raveramiz, bunday tomosha qilamiz, lekin o'zimizga bir kun berilishi mana shu bugun ekan asli. Qisman qandaydir pul baxt olib keladi, lekin tanijoningiz sog' bo'lsa, bir joyingiz bir narsa kasalligingiz bo'lmasa, bir joyingiz nima qilmasa, bezovta qilmasa, shu qisman qandaydir baribir bo'ladi, lekin sog'liq bo'lmasa, pul, boylik yo boshqa narsa, hamma narsaga nimangiz tatimaydi. Nimangizga tushmaydi. U million qancha pul qo'yib qo'ysa ham, lekin baribir. Demak, sog'lik asosiy birinchi o'rinda. Albatta, sog'liq birinchi o'rinda. Sog'liqqa qarash kerak, e'tibor qilish kerak. Albatta 80 ta uy bor dedingiz. Nechinchi yil topshirilgan? Topshirilgan uylar ko'ryapman. Bu 24-yil, 25-yil. Navbatma-navbat topshirilgan. Etapma-etap topshirilgan. Bu yerda 80 dan oshiq xonadon bor. Undan bir 80%, 75% sotilib bo'lgan. Sotiladigan uylar bor, Bor, hali bor. Uylarimiz bor.
Böyle demak, tayyor uylar kerak bo'lsa, bu yerda Navoiyda 31-maktabni yonida. Ha, yonida. Bemalol. Ahadjon aka, hozir biz 4-loyihaga keldik, to'g'rimi? Aha. Qaysi mavzeda turibmiz hozir? Bu mavze Baqachorsu hududi deyiladi. Aha. Hazrat Abbos masjid bor. Aha. Lokatsiyasi masjidga yaqin bo'lgan joyimiz. Bizga ham shu eng o'zi yoqqan loyihalarimizdan biri mana shu loyihamiz bo'ladi. Hazrat Abbos masjidi yonidagi loyiha. Bu yerda nechta kvartiralar, ya'ni xonadon bor? Bu yerda 100 dan oshiqroq kvartiramiz bor. Aha, 100 tadan oshiq. Demak, 100 dan oshiq. qachon hozir topshirilganmi o'sha uylar? Hozir topshirish jarayonidamiz hozir. O'sha topshirish jarayonidamiz. Demak aka, 22 dan boshlandi, har yili bitta loyiha topshirilyapti. Ha, 22-23, ha, har yiliga bittadan loyihamiz bor, Xudoga shukr. Endi bundan ham ko'proq loyihalar ishlab, shu 1 yilda bitta emas, 2ta, 3talab loyihalar qilishga xohlasa niyat turibmiz. Zo'r. Yaxshi niyatlarimiz shunga Xohlasa. qarab turibmiz, xohlasa. Zo'r. Ahadjon aka, samimiy suhbat uchun kattakon rahmat. Maza qilib suhbatlashdik. Keyingi ishlaringizda Sizga ham rahmat, Muhammad Rizo rahmat aka, omad tilayman. Hali ancha davom etib, Inshaalloh. ancha hali endi birgalikda Xudo xolasa yangi loyihalarimiz, yangi ishlarimiz hammasini birgalikda olib chiqamiz, Xudo xolasa. Keyingi intervyularda demak ko'rishguncha like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlarga jo'natishdan chiqmasin. Rahmat.